Yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar doirasida Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan navbatdagi qonunbuzarlik holatlari fosh etildi. Xususan, departamentning Namangan viloyat boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasining yuridik xizmat ko'rsatish sho'basi boshlig'i fuqaroning ishonchiga kirib, uni 10 ming AQSh dollari evaziga Namangan shahridagi maktablardan biriga direktor lavozimiga ishga joylashtirib qo'yishni aytib, kelishilgan puldan 8,5 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Toshkent shahar Sergeli tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali boshqa bir shaxsni Milliy gvardiya tizimiga ishga kiritib qo'yish evaziga 3 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari departamentning poytaxt boshqarmasi hamda Chilonzor tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Unda mas'uliyati cheklangan jamiyatning Yunusobod tumani issiqlik tarqatish texnik noziri fuqaroga tegishli bo'lgan xonadonda o'rnatilgan issiq suv bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslik va ma'muriy jarima qo'llamaslik evaziga 4 million so'm miqdoridagi pul mablag'larini olgan vaqtida ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.